Mana assalomu alaykum aziz o'rtoqlarim, aziz подписчикларimiz. Скромный завтракim. Smetana, sgushonka, qaynagan suv ichaman. Xudo xolasa qaynab, sovutilsa yana yaxshi. Buni kecha qaynatib qo'ydim. Keyin hozir yana yangi qaynatdim. O kechagi bu. Ilimliq. Komnatning temperaturasida nima? O'zimni ko'rib, televizorda ko'rib o'tiribman. Qaranglar, men nima demoqchiman? Men 5-6 kundan beri xolodilnikda turibdi non. Buxanka non. Men nimaga skavorotkaga qizdirib, ozgina podsolnечный maslo qo'yib, ozginadan arqa oldini nima qildim? Qovurib oldim. Mazza. Anaqa deng. Chitir-chitir bo'lib, nima shirin bo'lar ekan. Hali tuxumga qovurgandek. Tuxumsiz ham qovursa bo'laveradi. Tostdan chiqqan nondaqa mazza. O'shaning uchun tashlab yubormasdan shunaqa qilsalaring, shiringina nima non bo'lar ekan. Tostdan chiqqandek. Osh bo'lsin hammaga.